So'nggi yillarda mamlakatimizda ijtimoiy himoyaga muhtoj, turmush sharoiti og'ir, shuningdek, qo'llab-quvvatlash va e'tiborga muhtoj insonlarga ko'plab imkoniyatlar yaratilib, ularning holidan xabar olinmoqda. Xususan, Toshkent viloyati ijtimoiy qo'llab-quvvatlash markazidagi islohotlar haqida muxbirimiz Feruza Ikromova xabar qiladi. O'zbekiston Kasaba uyushmalari Federatsiyasi Toshkent viloyati kengashi, viloyat oila va xotin-qizlar boshqarmasi, viloyat nuroniy jamg'armasi hamda Ohangaron shahar hokimligi hamkorligida hududda doim e'tibordasiz mavzusida ma'naviy ma'rifiy tadbir o'tkazildi. Tadbirda go'zal qizlarning raqslari yu momolarimizning takrorlanmas chiqishlari ishtirokchilarga ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi. Qatnashuvchilarning xursandligini ularning o'yin kulgularidan ham bilish mumkin bo'ldi. Bayram ekan bugun bizlarni yo'qlab kelishdilar. Bizni tabrikladi, xursand qilyapti. Men bu yerda ancha yildan beri yashayman. Sharoitlari yaxshi. Vaqtida bizga kerakli narsani, muolajalarni, nimalarni mehrini beradi. Biz shunga xursandmiz. 8-martdan oldin bizga keldi, xursand qilyapti, konsert qo'yib beryapti, podarkalar berdi. Biz ancha xursand. Shuningdek, ijtimoiy himoyaga muhtoj, nogironligi bor ayollarga 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan sovg'alar tarqatildi. Ularning holidan xabar olindi.